Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana bugun sizlarga saytdan pul ishlab va unga UC olishni o'rganamiz. Bizga birinchi Turbo VPN kerak bo'ladi. Uni AQSh serveriga qo'yib olasizda va bizga yangi Google account kerak. Google account ochib olamiz yangi VPN bilan, chunki AQSh serverda VPN bilan ishlash kerak. Shunda bizga so'rovnomalar keladi va biz pul ishlaymiz. Yangi akkaunt ochib olamiz. Sizlardan iltimos, videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Zero sizlarga bundanda foydali kontent va ma'lumotlarni chiqarishga harakat qilaman. Kirib, biz qidiruvga Google Option Research deb qidirib chiqqan ilovani yuklab olamiz. Get Start'ni bosamiz va ochib olgan o'sha Amerika serverli Google akkauntimizga kirgizamiz. Va bizga mana bunday hisob chiqadi va bu yerda bu add kashalog payment ulaysiz, joylashuvingizni kiritasiz va tilni sozlaysiz. Shunaqa narsalar sozlab chiqasizlar. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari chiqadi. Sizlarda VPN bilan albatta kirasizlar bunga. VPN bilan ishlaydi. VPN yonib qoldi. Shularni bajarishingiz mumkin. Mana Research Location deganda Google hisobingizga kirib turib, maxfiylik va xavfsizlik va maxfiylik bo'limiga o'tib, qidiruvga joylashuv tarixi deb yozsanglar chiqadi. O'shani yoqib qo'yasizlar. Shunda bu joylashuv anaqasi Google Option'ga borib ishga tushadi. Va sizlarga bemalol hamma missiyalarni bajargan bo'lasizlar. Va sizlarga bir kundan 7 kun ichida yangi so'rovnomalar keladi. Uni tez kelib bajarib to'g'ri topsanglar $1 yo'q, $0.1 $3 sizlarga pul beradi. Google hisobingizga tushadi va uni UC sotib olsanglar bo'ladi unga. Albatta bu tekin UC, hech qanaqa sizni kissangizdan pul ketgani yo'q.
Agar siz bu ilovani Play Marketdan topishga qiynalsangiz, men o'z kommentariyamda shu ilovani silkasini tashlab qo'yaman va shu yerdan kirib bemalol yuklab olasiz. Fikr mulohazalar kommentda bo'ladi. Bemalol kirib tushunmasanglar yozaveringlar. Mana do'stlar, hamma ilova endi missiyalarni bajarib, hammasini bunaqa птичка holga keltirib olasizlar. Uni ingliz tilini bilmagandan ham tushunadi. Continue skip deb kelsanglar, o'zi tayyor ochiladi va bir hafta ichida sizga yangi so'rovnomalar keladi. Mana sizga olasangiz promokod bor, terib pul $3 pul olsangiz bo'ladi. Lekin menda promokod yo'q.